Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ikkinchi qism 4-darsning muzokarasini boshlaymiz. Biz bugungi darsda asosliq birinchi qilib o'rgangan mazmun ma haqida bo'ldi. Ma haqida. Balla kirib olibdi hozir. Unda bo'lsa biz vallahi kirdik. Unda bo'lsa biz dars muzokaramizni boshlaydi. Biz hozir ikkinchi qism 4-darsning muzokarasini qilamiz. Biz bugungi darsda birinchi qilib o'rgangan mazmun nima deganda, biz bugungi darsda birinchi qilib ma haqida to'xtaldik. Ma'ni biz bu hozir qadar ma'ni istifhom bo'lgan ma'ni o'rgandik. Ya'ni ma hada, bu nima, masmuka, ismingiz nima degandagi ma'ni o'rgandik. Buni biz ma al-istifhamiyya deb ataymiz. Ya'ni so'roqning ma'si, savol so'rash uchun ishlatilgan ma'da. Endi biz bugun o'rganganimiz nimaning ma'si deganda nafiyaning ma'si, ya'ni bulutsiz qilg'uchi bo'lgan ma. Biz buni har qanday bir fe'lning oldiga kelgan vaqtimizda nima kelamiz? Ma'ni kelamiz, ma zahabtu bo'ladi. Ya'ni masalan, bamidim demoqchi bo'lsak, ma zahabtu. Zahabtu olsa badim, ma zahabtu badim. Xarajtu chiqdim, ma xarajtu chiqmadim. Demak, bu bo'lishliq shakldagi fe'lni bulutsiz o'zgartirdi. Buning qarata tushunmagan savolinglar, so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Bizning bu bugungi darsdagi birinchi mazmun. Ham ikkinchi qilib biz bugungi darsda so'zlagan mazmun, biz na'am bilan balaninki ishlatish o'rni haqida to'xtaldik. Biz na'amni bilamiz. Odatda so'ralgan savollarga qo'shilganligimizni ifodalash uchun javob bermoqchi bo'lsak, na'am deymiz. Masalan, hal anta talib, sen o'quvchimi? Na'am, ana talib, men o'quvchi deganga o'xshagan. Endi bala javob desa, bala odatda bulutsiz so'ralgan savolga javob bo'lib keladi. Masalan, sen bazarga bordingmi deb bo'lishliq shaklda so'ralgan savol bo'lsa, bordim demoqchi bo'lsak, na'am deymiz. Endi bulutsiz shaklda sen bazarga bormidingmi yoki sen maktabda o'qimadingmi deb bulutsiz shaklda so'ralgan savolga biz bo'lishliq shaklda borganligimiz, qilganligimizni ifodalamoqchi bo'lsak, bala, yoqay, bordim. Chunki u savolni bormadingizmi, qilmadingizmi, etmadingizmi deb so'radi. Bu vaqtda biz na'am deb qo'ysak, ha, etmadim, bormadim degan bo'lib qoldi. Shuning uchun biz bala, yoqay, bordim deymiz. Bunga bo'lish shakli na'am deb javob bermaymiz. Bir savoldoshimiz ma'ni qayta tushunib qo'ygan bo'lsangiz debdi. Izchilar degan savoldoshimiz. Biz ma'ni tushuntirdik. Biz ma'ni birinchi qism kitobimizda istifhom, ya'ni so'roq bo'lgan ma'ni o'rgandik. Masalan, ma hada, bu nima? Bu yerdagi nima degan so'zni qaysi turibdi? Ma turibdi. Masmuka, ismingiz nima? Bu yerdagi nima degan so'zni qaysi turibdi? Masmuka degi ma. Bu ma'ni qanday bo'ldi? Ma al-istifhamiyya, savol so'rash uchun keladigan ma, ya'ni so'roqning ma'si. Endi bizning bugun o'rganganimiz qaysi deganda ma an-nafiyya, ya'ni nafiy qilg'uchi, bulutsiz qilg'uchi ma. Bu odatda fe'l madi, ya'ni o'tgan zaman fe'lining beshiga keladi. Masalan, ma zahabtu, bormadim. Ma zahabta, sen bormading. Ma xarajtu, chiqmadim. Bu ikki xil ma'ni biz shu jumlaga kirgan qarab farq etamiz. Yani cümlenki siyaqqa qarab farq etamiz. Qarasaqlar buni bilgili bo'ladi. Ko'pincha hollarda savol shaklida kelsa bu istifhomni deymiz. Bulutsiz qildigan ya'ni fe'lning oldiga kelib qolsa biz buni nafiya namasi ekan deymiz. Ikkinchi qilib o'rgangan mazmun na'am bilan bala. Biz buni bir qo'shtirib o'tdik. Uchinchi qilib so'zlagan mazmunimiz bugungi darsda biz huruf mushabbihatun bil fi'lni so'zlagan. Inna, la'alla, lakinna, ka'anni so'zlab bo'lgan. Endi biz bugun shunning yana bir turdoshlari bo'lgan annani so'zlamoqchi.
Anna mazmun ma'na jihatda inniga o'xshash. Jumlaning mazmunini qanday qiladi? Kuchaytiradi. Bu jihatda o'xshash. Endi qaysi jihatda farq bor deganda ismimizda bo'lsin, inna jumlaning beshida keladi, annicho jumlaning o'ttirisida keladi. Jumlaning o'ttirisida keladi, lekin ismli jumlaning beshida keladi. Ammo uning beshida bir fe'llik jumlacho kelgan bo'ladi. Masalan, sami'tu annaka marid. Buningga ko'p hollarda deb degan tarjimani beramiz. Seni kasal deb angladim, ammo bu jumlaning mazmunini qanday qildi? Ma'na jihatda kuchaytirdi. Seni kasal deb angladim. Veya sami'tu degan bu fiil va tu degan fa'il, annaka harf mushabbihatun bil fi'li, kap anning ismisi, maridun anning xabari bo'ladi. Endi yana bir bu anniga aloqador bo'lgan mazmundan birisi, bu anniga lam qo'shilish orqali. Buni ko'p sonli grammatikchilar lamu ta'lil deb ataydi. Lamu ta'lil qo'shilish orqali nima uchun degan ma'ni ifodalaydi. Masalan, li anna bo'lsa, chunki, nima uchun? Chunki yani li'annani chunki men, li'annaka chunki sen deganga o'xshaydi. Masalan, raja'tu min al-madrasa, maktabdan qaytdim. Li'annani maridun, chunki men kasal deganga o'xshaydi. Bu yerdagi chunki deganda qaysi ifodalab berdi? Li'anna ifodalab berdi. Bugungi darsimizning asosli mazmuni mushu. Qolgan mazmunlarni tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'sanlar bo'ladi. Biz imtihon natijasini inshaalloh ayat e'lon qilamiz. Biz bugun taxir natija e'lon qilib bo'lmadik. Bugun imtihon bergan bolalar soni bir qadar ko'p. Shuning uchun inshaalloh biz ayatda natijani e'lon qilamiz. Ayatlik darsimizning muzokarasida biz imtihonning muzokarasini olib boramiz. Sizlar asl qo'ymabsizlar. Mana bu birinchi qism kitobning oxirgi cho'ng imtihonning muzokarasida biz qilibdimiz. Biz asl shuni qilishimiz kerakda, siz qaysinglar demabsizlar. Shuning uchun buni vaqtida ketibdi. Unda bo'lsa o'qituvchilar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'rasanglar, agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushu yergacha bo'ladi. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Tushunmagan mazmunlar bormi arkadaşlar? Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Avvaldan qaraganda bolalarning tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa arkadaşlar biz inshaalloh kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.